Xudo xolasa bugun aprelda boshida Novosibirdan uchib keldiki, haqiqiy mehnatni, haqiqiy insonning mirishkorligini. Agar Xitoy davlatining videolarini ko'ryapmiz, Eronni ko'ryapmiz, Turkiyani ko'ryapmiz, boshqa davlatlarda. Mana O'zbekistonda bo'lyapti. 400 gektar bor. 400 gektar bor. Mana qilingan. Mashq ko'chat 1 yil yoshiga to'lgan ekilganiga. 1 yil o'lgan. 10 kilodan hosili bor. Yaqinlashtiring mana. 10 kilodan hosil bor. Shuni masalan sotamiz mana xaridorlarga 400 gektar bor. Mana agronomda aytavering, agronomda. Keling qardosh. Mana Turkiyada agronom kelgan Adanadan qarayapti. Mana shu yerda bir akamiz bog' yaratgan. Mana bu bizni yuzimiz, O'zbekiston vatanini sha'ni va tayda mana unumli foydalanish ishlanganda buni ham olingda. Uka, chesnoylar mana ekilgan unumli foydalanish uchun. Qardosh, men savol beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buni ekilganiga qancha bo'ldi? Oldingi yil mart oyida ekkan. Mart oyida ekilgan. 1 yil bo'ldi. 1 yil. 1 yil bo'ldi. O'tgan yil hosil berdimi? Yo'q, ekkan yilimiz kesganmiz. Qayerdan kesganda? Aha. Shoxlantirganmiz. Bu yil mevaga o'tirdi. 1 yoshida. 1 yoshida. Siz Turkiyani qayerdansiz? Adana shahridan. Adana shahridan. Bizning O'zbekistonning yerlari qanaqa? O'zbekistonning yerlari zo'r. Zo'r. Aylanmasi Farg'ona vodiysining iqlimi zo'r. Iqlimi zo'r. Vohli, urug, shaftoli, nektarin bu tarz mevalar juda ham zo'r bo'ladi. Bir topilmaydigan iqlimi bor. Dunyoda topilmaydigan iqlim mana. Dunyoda topilmaydigan iqlim bor deyapti. Turkiyadan kelgan agronom o'zbek yerida mana bog' yaratyapti. Mana bog'ni ko'rlar 400 gektar hozir tevada kiloslar ekilyapti, uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu nima degani? Bu O'zbekiston vatanini rivojlanishi uchun. To'g'ri. Buni yana mana Turkiyadan kelgan agronomning fikri. Bu qachonlarga pishadi bu o'rik hosil, xudo xolasa? Oyda 5iga pishadi, inshaalloh. Inshaalloh. Buni mazasi bormi? Mazasi bor. Mazasi bor. Eksportga. Vaqtli chiqqani uchun pul bo'ladigan o'rik. Mana 1 yil bo'ldi ekilganiga, 1 yilda o'rtacha 10 kilodan hosil. Alloh nasib qilsa, sababini qilyapti akamiz. Ekkan akamiz ham Alloh rozi bo'lsin. Mana ekkandan keyin bu daraxtlarga boqish kerak. Boqish kerak, qarash kerak. Ekkandan keyin to'lqa suv bersangiz, bu rezultatni olmaysiz. Buni ekib